Elhamdülillahillazi la ilahe illa huve Errahmanurrahim ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah Kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn deb Ramazanның bizge farz qilinishdagi asosliq omilni taqvodorlikqa bog'ladi. Qarindoshlarimiz, taqvodorlikning tipik omili nim bilan bo'ladi desa, mushu Ramazon oyida biz o'zimizni taqvodorlik bilan tarbiyalaganlikda bo'ladi. Demak, Alloh taolo bizga tushirgan Allohning so'zi Qur'oni Karim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sünneti, sahihleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin 23 yıl hayatıda haqqni öz halkıga ve dünyaga yeyish üçün qilgan barliq tirishchanligi, kelgan aziyatlarga sabr qilishi, Allah ko'rsatgan har bir ibodatni ruhiy uzuq qilib haq yo'lida mustahkam turib, Müslüman ümmetni, Müslüman halkni terbiyelep çıkışı ve bunun için fidakarlık gösterişi hemmisi Allah Subhanahu ve Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni ve dünya insanlarının bulup mu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetini terbiyeleş için boğan kardeşlerimiz. Şunun için bu Ramazan'ın ibaret bizge Allah tarafından soğuqlanğan bu farzning ve şundaqla Allah bizge düşürgen her bir farzning, namazning, zakatning, hajning, İslamda 5 asas prinsip kılıngan itiqatning, imanning, demek iman ve yaxshi amalning hemmisinin asası maksidi bizni terbiyelash qarindoshlarimiz. Vahiy ilahiyning tushirilishi, sahih hadislarning tushirilishi mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hayatı mı bizni terbiyelash. Hazır dünya Müslümanları da meyli ilim sahasida bo'lsin, meyli ibadet sahasida bo'lsin, meyli muamele ticarette bo'lsin, yoki siyasi sahada bo'lsin, yoki o'zaro güzel ahlakta bo'lsin, tarbiyalashga ahamiyat bermaganligi. Faqat her bir sahada shakldiki bilib qo'yish, shakldiki anglab qo'yish, shakldiki ergashmishilik, din shakldiki ergashmishilik, ko'rinishdiki şekli ilim, şekli siyasilik, şekli ahlak dünya Müslümanları da evci ağallık için biz bugün körüvatkan manı bu baxtsizlikni, manı bu tushkunlikni, manı bu her bir işimizde güzel neticelerinin kelmaydigan, özümüzni mi aldaydigan, özümüzge ergeşken xalqlarni mi aldaydigan, özümüzün ehli ailesini aldaydigan Allah aldıdı mı hakiki, ras, emli terbiyeye egi bo'lmaganligimiz için Allah Subhanahu ve Teala aldıda köplep ecrige eriştin mahrum qiladigan şundaq bir baxtsiz yo'lga kirib qoldik qarindoshimiz. Şuna her bir Müslüman qarindoshimiz özümüzni tarbiyalashni alohida birinci o'rinda qo'yishimiz ve her bir ustaz ve rehberle terbiyeleşni birinci alahide koyuş gerek. Şuna Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu ne deydi? Sizler Allah'a, Perverdigar'a mensup bulunlar. Yani bunun manası Allah peygamberini, silini terbiye. Peygamber sile ilahiyle terbiyeli. İkinci manası silmiş Allah silini terbiyeleyen terbiyeden silimi özağını terbiyeleydiğen bulunlar ve özağlarının etrafındakilerini terbiyeleydiğen bulunlar diyen burada. Demek bu ayetteki leallekum tettekûn'nun manası özağlarını Allah onun peygamberi üretkendek terbiyelenler diyen burada kardeşlerimiz. Şuna Ramazan ayı özümüzni terbiyeleş ayı. Biz özümüzni terbiyeleşnin birinci noktası zat nima? O bo'lsa ixlos qarindoshlarimiz. Chunki ixlos bo'lmaganda xuddi
yürek yok odamga o'xshash. Xuddi ruh yo'q badanga o'xshash. Xuddi hayotlik yo'q bir mavjudotga o'xshash. İxlos bo'lmagan hayot, ixlos bo'lmagan odam, ixlos bo'lmagan harakat hammasi bu dunyodami güzel natijalarni keltirmaydigan, oxiratda Alloh taolaning oldida ajri azimga erishishdan mahrum qo'ydigan yomon ish bo'lish qardoshlarimiz. Shuna bu Ramazoni Karim bizga ixlos va Allohga saf xolis samimiy bo'lishni, kishilar boyada bo'lsin, yo'q yada bo'lsin, riyodan xoli har qanday bir ibodat ishimizda, e'tiqodimizda, güzel axloq muomilalarimizda, kishilarga yaxshilik qilishimizda, yo kishilarning kelgan aziyatga sabr qilib afv qilishimizda, haq bo'lgan siyosiy harakatlarimizda, ilm va bilimlarimizda, namoz, ro'za, Qur'on tilovat, tarovih namozlarimiz, ibodatlarimiz va har bir ustozlarimizning da'vat, nasihatlari, o'g'itishleri, tirishchanligi, kurashiri, raislik, boshliqlik hammasida faqat Allohga xolis bo'lishni, Allohning oldida qiyomat kuni ajr erishishni, iroda qilishni maqsad qiladigan mushundoq yaxshi yo'lni o'rganish mush Ramazon bilan bo'ladi qardoshlarimiz. Shuna Ramazonning bizga mushundoq ixlosni o'rgatadigan yaxshi oy bo'lganligi uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda Alloh subhanahu va taolodan bizga rivoyat qilib berdi-ki, kullu amal ibn Adam, har qanday odam o'g'lining amaliga yaxshiligi 10 hassalab ajr bo'ladi. 700 hassagishlik ajr bo'ladi. Ya'ni 10 hassadan 700 hassagishlik ajr bo'lishimi ixlos sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo lekin roza Ramazondagi ixlosmandlik hamma ixlosmandlikdan ashib tushadigan bo'lg'achqa, chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu hadis sharifda Allohdan rivoyat qilib, Ramazondan iborat mushu Alloh subhanahu va taolo uchun tamoqni, ishimlikni, kunduz kunliklarda g'aybat shikoyatni, fitnani, har qanday bir boshqalar bilan urushib qolsak men ro'zador deb o'zimizni so'rishni, o'zimizga asosliq nafsimizni va o'zimizga manmanlik qilishni va o'zimizning yomon xo'ylarini mush Ramazon oyida cheklash orqali o'zimizni tarbiyalaganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo xolismanlik mushu o'zimizning Ramazondagi bo'lgan ibodatidan shakllanganligi uchun Alloh subhanahu va taolo Ramazonga o'zilam ajr berdiganligini, bu ajrni biz qiyomat kunisi Allohning oldiga borganda Alloh bizga yushirib olib qo'ygan mush ajriga erishadiganligimizni bizga bayon qilgan. Buning sababi nima? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mush hadisida, chunki u mu'min ro'zdor o'zininki taomini, ishimlikini, shahvatini, ya'ni Alloh uchun tashiganlik uchun Alloh shuna qiyomat kunisi o'zi mukofot beradi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, Ramazonning ishida Alloh uchun Alloh Ramazonning sirtli ruxsat qilgan narsalarni yemay, ichmay, mushundaq tashlash orqali hattoki haromdan yiroq turimiz, halol narsalardan bizni shu narsaga birib ketib, dunyoning shahvatlariga birilib ketib, o'zi halol bo'lsa-mu, uning bilan chekidan eshib ketib, o'zimizni aldab ketishdan, Alloh oldidagi mas'uliyatimizni aldab ketishdan, dinimiz oldidagi mas'uliyatimizni aldab ketishdan, xalqimiz oldidagi mas'uliyatimizni aldab ketishdan, mush Ramazon oldida o'zimizni haqiqiy jonliq, yomonlikni tashlaydigan iroda, yaxshilikni qiladigan bir iroda bilan tarbiyalab yetishtiradigan bir oy ekanligini mush hadis bizga o'rgatganimiz. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu ro'z tutishga ish xo'shallik bo'ladi. Bir xo'shallik iftar qilgan chaqda bo'ladi, yana bir xo'shallik Parvardigoriga ushlashgan chaqda bo'ladi dedi. Demak, Ramazondagi ixlosmanligimizdan Alloh subhanahu va taologa ushlashgan vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo bizni o'zining rahmati, mehribonligi bilan qiyomat kunisi alohida xo'shal qiladi. Lekin buning qarshisida ig'izda iymon bor, qalbida iymon o'rnamagan munofiq shu desa, mu'minlarni aldash, Alloh subhanahu va taoloni aldash uchun dinga kirib qo'ygan, ammo amaliyotda
o qalbidan ixlosmandlik yo'q, munofiq bo'lsa, qiyomat kunisi o so'roq qilgan vaqtida la adri, men bilmayman deb Parvardigoring kim? Payg'ambaring kim? Dining kim desa, onunga javob bera olmaydi. Chunki o bu dunyoda o'zida xolislik shakllantirgan emas. Demak, xolislik bir mu'minning Allohning rahmatiga erishishga sabab bo'ladi, ham bir mu'minning Allah subhanahu va taolo oldida mangulik Allah onun qo'yishirib qo'ygan alohida cho'ng u xursand bo'lgudek yaxshi ne'matga, yaxshi mukofotga erishishga sabab bo'ladi. Agar bir inson dunyoda yashapti, kech kunduz jafolik ish qilibdi. Nurg'un masalan bir musulmonkan o'zini Allohga sodiq musulmon va ixlosmand musulmon qilishga, tarbiyalab yetishtirishga tirishmay, shakli ibodat bilan kech kunduz yurishibdi. E'tiqodini ixlosmandlik bilan e'tiqod qilishga tirishmabdi. Mana bu mu'min nihoyatda bichora mu'min qarindoshlarimiz. Bo'lib bizdek Sharq Turkistondagi ojiz mazlumga uchragan Uyg'ur musulmonlari. Uningdan chet elga chiqdik. Vatanda jafot atdik, chet elda hijratda jafot atibimiz. Biz Allohga qiladigan ibodatlarimizda, siyosiy ishlarimizda, iqtisodiy yordamlarimizda, har bir qilgan diniy, ilmiy xizmatlarimizda Allohga ixlosmandligimiz bo'lmay, uning Alloh oldidagi ajridan mahrum qolsak, bu dunyodagi zolimlar tufaylidan yurtimiz, vatanimizdan mahrum qolsak, nima degan eshinchiq bo'ldi? Shuning uchun qarindoshlarimiz, bu dunyodami baxtlik, oxiratdami baxtlik bo'layli. Bo'libmi bu dunyoda g'oyamizga yetish uchun kurash qilib, oxiratda Allohning rahmati jannatiga erishayli desak, o'zimizda ixlosmandlikni biz yetildirib tarbiyalashga ahamiyat berayli. Mush Ramazonda ixlosmandlik bilan o'zimizni tarbiyalaydigan oy qilishga alohida ahamiyat berayli. Chunki Qur'oni Karimda astag'firullah, amilatun nasiba tasla naran hamiya. Jafolik ishlaydigan, jafolik ish qiladigan kishilar bor. Bular o'zi jafolik ishlagan bilan do'zaxga kiradi dedi. Nimishqa? İxlosmandlik bo'lmaganlik uchun. Umar Xattob radhiyallohu anhu Hiraqliga ayni vaqtdagi ilaga bordi. Ila deganimiz shu Suriyadagi ayni vaqtda shu xristianlarning markazi. Bu yerga fath qilib borgandan keyin bir rohibninki nayt qattiq ibodat qilib jafot atayotganligini, o'riqlab ketganligini, kunduz ro'z tutib, shunda jafot atayotganligini ko'rib, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yig'lab ketdi. Nimishqa? Ma rohib shuncha jafot atadi, lekin Allohga e'tiqodini shirk keltirmay xolis qilmaganlik uchun mana Allohga ixlosmandlik qilib turib, mushu hozir qilayotgan amalimiz bilan bu jannat kirimiz edi. Demak, qarindoshlarimiz, ixlos bilan bo'lgan amal oz bo'lsa-mu, uni jannatga kiradi. Ixlos bilan bo'lgan amal bo'lmay, haqancha tog'dek ko'p bo'lib ketsa-mu, uni do'zaxga so'rab apiradi. Shunga bizning Uyg'ur tamsilimizda shundaq bir misol borki, agar aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amal deb qilsa, hammasi yaldur. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz aqidaga, ixlosga alohida ahamiyat beraylik. Endi bu ixlosmandlikninki qandaq asosliq roli bor desa, ixlosmandlikninki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shundaq qaradiki, la yanalalloha luhumuha va la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah subhanahu va taologa u qurbonlik qilgan narsalarning go'shiri qoldirib yetmaydi. Lekin Allah subhanahu va taologa sizlardan bo'lgan taqvolik, ya'ni ixlosmandlik bilan Allah uchun qurbonlik qilganliginglar Allohning oldiga, sizlarning ajr ilishinglarga Allohning oldidan sabab bo'ldi. Demak, qarindoshlarimiz, taqvolikning yadrosi nima ekan? Ixlosmandlik. Ixlosmandlik bo'lgan vaqtda ondan o'zimizni taqvo bo'lib yetishga tirishchilik qilaymiz. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq deyki, innalloha la yanzuru ila ajsadikum. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo sizlarning badan qurilishingizga qaramaydi. Sizlarning shakli qurilishingizga qaramaydi, lekin sizlarning yuraklaringizga qaraydi dedi. Demak, qarindoshlarimiz, biz oshkora va yushurun
barliq ishlarimizda shuning uchun ixlosmanlikni o'zimizga lozim tutish orqali mush Ramazonda ro'za tutib, kunduzi taom yemay, ishimlik ichmay, yolg'on gapni tashlash, mush orqali ham Allohga sadoqat bilan Qur'onni tilovat qilish, namoz o'qish, qalbimizda Alloh subhanahu va taolodan qo'rqish, o'tib ketgan hayotimizdagi barliq yomonliklarimizdan pushaymon qilish, Allohga samimiy bir Allah bizden razı bulduğun bir mümin kul buluşunu muş Ramazan'da ügünümüz deydikenmiz. Biz muş Ramazan'da Ramazan'dan keyinki 11 ayda Allah'a ihlasmen kul bulduğun her kandak bir ibaretimiz, şerikimiz, muamelemiz, ahlakımız, ailemiz kıldığın muamelemiz hem işte ihlasmen bulduğun bir mümin buluşka aylansak andın bu ihlasmenliknin bizge 11 ayda terbiyesi bo'lgan mush Ramazandan payda olgan bir mu'min bo'lamiz. Shunga mush Ramazan orqali har bir qarindoshimiz o'zida ixlosmanlik ahamiyatini maydonga keltirishga tirishchilik qilishimiz kerak. Abul Qasim Qushayri rahimulloh deyki, ixlosmanlik degan Alloh subhanahu va taologa yolg'iz deb e'tiqod qilish, niyatimizni Allohga xolis qilish, har qanday qilgan taat amal ibodatda fakat hiç kimning bizni maqtash emas, Alloh taoloni la rozi qilishni maqsad qilish. Alloh subhanahu va taologa har qanday bir qilgan amalimizda Allohning roziligi uchun o'zimizni fidokorlik qilib qilganlikni va shundaqla insoniyatning maqtashi yoki insoniyatningki yaxshi ekan deb qilishidan qilcha kallamızga akab qo'ymay qilgan amalimiz mana ixlosmanlik. Shunga bu ixlosmanlik har qanday bir Allohga alohida qiladigan ibodatlarimizni bilish kerak. Namoz, roza, zakat, Qur'on tilovati, bir odamga yaxshilik qilish, yaxshilik qilgandan keyin yana sadaqa, zakat bergandan keyin uningga minnat qilmaslik va siyosiy ikkinchisi siyosiy harakatlarimizda ixlosmanlik bo'lish kerak. Musulmonlarni yetaklab Müslümanların zulümünü kutkuş için tirişçilik kılıvatkan barlık namayişler, barlık siyasi faaliyetler, hareketler, her bir meydanlarda kılıvatkan her kanda hizmetlerde fakat muş kılgan hizmetimden Allah'tan ümit kütüme, halkının ya milletiminin beni maktişine asas kılmayma diyen asasta hizmet kılışımız gerek. Şuna meydanın aşkarı meydanı turup hizmet kılıvatkan Müslümanların kollaşımız gerek. Ularning arqisi turib ularga yordam berayotganlarni qo'llashimiz kerak. Demak, har birimizda siyosiy xizmatimizda ixlosmanlik bo'lgan vaqtida andin Alloh subhanahu va taoloning dunyo va oxirat rahmatiga, rizoligiga erisha olamiz. Ixlosmanlikda eng muhim omildan birisi nima desa, sadoqatmanlik qilishimiz. O'zimiz ixlos qildim, yaxshi ixlos o'zimizda bor desak, shu ixlos qilgan maqsadimizga o'zimizning amaliy sadoqatmanlik bilan şu ixlosmanligimizni vujudga chiqarishga odatlashimiz kerak qilishimiz. Bu ixlosmanlikdagi yadroliq bir alohida ixlosmanlikni maydonga keltiradigan kuch qarindoshimiz. Shunga Ibn Qayyim al-Jawziy rahimulloh alayh ixlosmanlikni bayon qilib, xuddi riyogarlik degan bir ishda sirtida oshkor qilishni maqsad qilib işini niyat qilmaydigan ishragarlik bo'lgandek, ixlosmanlikdagi rostchilik, sadoqatmanlik degan bir ishni sirtida hech kimning bilib qilishni arzu qilmay, o'zidan ishidan o'ylab, Alloh uchun qilaverganlikni mushuni ixlosmanlik deymiz degan qarindoshimiz. Shunga har qanday bir musulmon qarindoshimiz Alloh subhanahu va taoloning rizoligiga erishiman deydigan barliq ishlarda ixlosman bo'lishni o'zida yetildirishga, mush Ramazon orqali ixlosman bo'ladigan bir shaxs, ixlosman bo'ladigan bir oila, ixlosman bo'ladigan bir jamiyat, tashkilot, ixlosman bo'ladigan bir ummat, xalq bo'lishimizga hammamiz tirishchilik qilsak, bizning tarixdan tortib Uyg'ur musulmonlarimiz vatandagilar sahro izlarga berib baqqanlar berdi. İxlosmanlik bilan o'zininki ailesi, cemiyeti, milleti, vatani taraqqiy qildirib kelgan xalq. Lekin ixlosmanlikni xato tushunib qilib, dushmaniga, Xitoy tajovuzchi kommunistlarga yurtiga zo'ravonlik qilib kirib kelgan kofirlarga
ixlosmandlik qilishda to'g'ri ixlos bilan xato ixlosning orasini ayriolmay xato ketgan taraflarimiz tufaylidan bugun buning dardini tortayotgan bo'lsakmi, yana biz bu ixlosmandligimizni to'g'ri yo'sinda ilib berib, Allohning do'stlari bilan, o'zimizning do'stlari bilan, Allohning dushmani bilan o'zimizning dushmanlarini ayirib, Xitoy tajovuz kommunistlarga tajovuzlarga men ixlosmandim deb, ular qarta yaxshichaq bo'lish, yaxshi muomala qilish, ularni inson qatorida ko'rib, ularga o'zining do'stligini, zimini, yurtini achitish emas, balki Sultan Sutuq Buraxondek, Muhammad Amin Bug'rodek, Sabit Damulla Hojimdek hozir qadar haq bayrog'ini ko'tarib, ixlos uchun o'zini, jonini, hayotini pido qilgan barliq siyosiy rahbarlarimizdek, eng buyuk Muhammad sallallohu alayhi vasallam va sahobalardek biz mush ixlosmandlikning bayrog'ini ko'tarib, xalqimizda imoniy ruh, xalqimizda haqiqiy Allohlik erkin hur bo'lgan Alloh mushunda xalq, mushunda ummatni birimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni fa'budillaha muxlisan lahuddin vasallamda katta zot bo'lgan buyruq. Ham nima? Muhammad sallallohu alayhi vasallamga erishki qilingan buyruq. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamga qilingan har bir buyruq ummatga qilingan buyruq. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni buyruq qo'ymasdan, balki ummatini mush ixlosman bo'lishga buyurgan. Chunki bu ixlosmanlikning shuncha muhim bo'lganlikdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni ayrim, ummatini ayrim buyurgan. Deganki Alloh taolo va ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ular Alloh subhanahu va taologa dinni, e'tiqodni xolis qilib ibodat qilishga buyurildi. Ular Alloh subhanahu va taolo tarafiga Alloh tushirgan to'g'ri yo'lga haqiqiy ravus turishga buyurildi. Namozni turg'izishga, namozni o'qishga, zakatni berishga buyurildi. Mana bu yuqorqi ravus bo'lgan dindir deb Alloh subhanahu va taolo bizga ixlosmand bo'lishni mana shu oyat orqali alohida buyurdi. İxlasmanlik to'g'riliq payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni alohida qiziqtirib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki mush ixlosman to'g'riliq buyurgan hadisda innamal a'malu binniyat, rastilla amallar niyatlarga bog'liq. Bir odam Alloh va uning payg'ambarining rizoligini deb Allohning yo'lida, payg'ambarning yo'lida hijrat qilsa, uning hijrati hijrat bo'ladi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni alohida amallarimizda ixlosmand bo'lishga buyurgan narsaimiz. Demak, cho'ng kichik har qanday amal ixlos bilan Alloh oldida savob beriladigan amalga aylanadi. Ixlos bo'lmasa, Alloh oldida savob beriladigan emas. Bir odam masjidga kiribdi. Musulmonlar arishga beribdi. Masalan, bizning Sharq Turkistondagi Xitoy tajovuzining jasuriga o'xshash haqancha güzel sifatda namoz o'qib ketibdi. Güzel sifatda da'vatga qatnashib ketibdi. Güzel sifatda hatto siyosat va jihad maydonlarida qatnashib ketibdi. Allohning dushmani kofirlarga jasus qilishni qilgan bo'lsa, bu balki uning foydasiga emas, zinaga, uni do'zaxga, asbili sopilinga soladigan amal bo'lgan narsa. Shunga har qanday bir amalda avvalan ixlos lozim. Ham ixlos mu'minning amalini Alloh subhanahu va taolo uningdan rozi bo'ladigan va qilgan amaliga ko'plab hasilab ajr beradigan amalga aylantirdi. Masalan, bir odamningki 100 ko'y pulni Alloh uchun bir odam Alloh yo'lida topgan pulisini aytib tasrif etdi. Shu topgan pulisninki 100 ko'y pulisini Alloh uchun chiqim qilibdi. 100 lira pulini, 100 dollar pulini. Yana bir odam 10 ming, 100 mingni chiqim qilibdi. Ammo 100 ko'y chiqim qilgani Alloh uchun ixlos bilan chiqim qilibdi. 10 ming ko'y, 100 ming ko'y chiqim qilgani faqat meni boykan desin, kishilar saxovat chikan desin deb chiqim qilibdi. Buning ikkisining oladigan ajri o'xshamaydi qardoshlarimiz. Birisi qilgan ishi bekor bo'ladi, yana birisi ajr oladi. Ham shundaqla ikkilisi o'xshash Alloh uchun chiqim qilgan kishilar, masalan, birisi 1 ko'y, 10 ko'y, 100 ko'y yoki 1000 ko'y chiqim qilibdi. Yana birisi 50 ko'y, 100 ko'y yoki 5000 ko'y chiqim qilibdi. Birisi sap niyatli chiqim qilibdi. Yana birisi niyati sapkan, lekin ixlosmanlik bilan uningga berilib turib, uni go'zal shaklda Allohning rizoligini
uni birdigan o'rniga chiqim qilibdi. Ikkilasining aradigan o'rni o'xshash olmaydi. Bir odam namozga kiribdi. Xushu bilan, huzu bilan Allohdan qo'rqib turib o'qibdi. Bir odam ro'z tutibdi. O'zini o'zgartirish, tarbiyalashdan birga tutibdi. Bir odam da'vat xizmat qilibdi, jihad harakat qilibdi. Musulmonlarning siyosiy ishini qilibdi. Niyati xolismanlik bilan qilibdi. Yana birisi faqat qilibdi, o'zining gardiniga atib qo'ygan yukdak vazifada qilibdi. Ikki ishning oladigan ajri o'xshamaydi. Qancha ixlosmanlik bilan bo'lgan odamning oladigan foydasi shuncha ko'p bo'ladi. Buning dalili Alloh taolo Qur'oni Karimda "Man kana yuridu harsal axira" oxiratning savobini, oxiratdagi mulhusulni iroda qilgan kishiga nisbatan hassalab savob beramiz. Dunyoning mulhusulini iroda qilgan odam dunyodan erishidi, oxiratda hech qanday nasibi yo'q deb Alloh subhanahu va taolo Sura Shuraning 20-oyatida shunday degan qarindoshlarimiz. Shunga biz mush ixlosmanlik bilan xuddi nima deganga o'xshaydi desa, bir odam 300 ko'y puli bo'lsa, bir ixlosmanlik bilan cho'ng bir kalini ola oladi. Allohning oldida cho'ng kali bo'lgandek bir savobni, hatto tog'dek bir savobni ola oladi. Bir odam 30 ming ko'y haylab bir tala kala alanmaydı yoki bir binochilik savob alanmaydi. Shuna ixlos az amalning ko'plab ajr bo'lishiga sabab bo'lganligi uchun har qanday bir musulmon qarindoshlarimiz ixlosga ahamiyat beraylik. Ham ixlos bo'libmi duoda alohida muhim. Qarindoshlarimiz, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sağlam qulchilik qilamiz deb bo'lib Alloh taolo e'tiqodda Allohga, ibodatda Allohga shirk keltirmay, sab Allohni xos qilib qilishga buyurib bo'liblam. İbadet ve emilimizin en muhimi şu ki Allah bizni onun yaratkan iş ibadet ve onun yanında dua. Muş iş boğandık deklam ve iyyâke nesta'in. Dua kılgan vaktinlarda fakat Allah tıllam yardım sıra işte. Çünkü hayattaki her bir şeyini Allah yaratkan, Allah'ın kuşulan dünyada berpa boğan, Allah çeksiz küçük ise şuna Allah kılam yalansan, yelinip dua kılsanlar doğru iş kandırırsa dep Allah sana yardım soraşta alaydı. Has kılımız dep iyyâke nesta'in dedi. Yine Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah ve izâ se'aleke ibâdî enni fe inni qaribun. Sendin menin benlerim men doğruluk sorursa men benlerim yakındır men dua kılgıçının duasını icabet kılman mendin bir nestilise ula şuna mendin bir nestilep bana dua kılsın dedik kardeşlerimiz. Şuna biz ixlosmanlikning muhim yadrosi duoda Allah subhanahu va taologa yilinib duo qilishimiz, burubimizdek zulmga uchragan musulmonlar mush Ramazon oylarida va har qanday bir kun va oylarda vaqtni isrof qilmay, tarovih namozlariga joyida qatnashib, Qur'on tilovat qilib, Ramazonni joyi tutib, sadaqa, zakot, saxovat qilib, istig'for, tövbe qilib, Allah subhanahu wa ta'ala razı bulduğun davet, sohbet orulları katlaşıp hem Ramazan'da dua icabet bulduğun vaktlarını, zuhurluk vakti, iftar vakti, davet vakti, muşundak vaktlarını kadrini bilip biz Allah subhanahu wa ta'ala'ya yilinip durup dua kılış arkalık biz Şarkı Türkistan Müslümanları kelgen Müslümni kötürüp etişke Şarkı Türkistan'ın ki erkinlikke, erişike Allah'a yilinip dua kılışımız gerek. Allah aldıda hiç kandak zoraban kuç, hiç kandak cihangir kuç, hiç neyse emez. Çünkü Allah'ın küçü hemmedin galip, Allah kahhar aziz. Şu Xitay tecavüz zalimlerini halak kılışka Allah kat'i kadir. Bizning duayımız ve yakışımızdan billah Allah'a daim sığınışımız bizning üstümüzge vacip kılışımız. Hem bu ihlas bizde nemini yoktu dese qanchalik ixlos ve qanchalik Allohga samimiy bo'lib kelsak, ixlos bizden riyoni yo'qdir. Bizden o'zimizningki har qanday bir ishimizda o'zimizni kishilar oldida qilgan ishimizni kishilar bilishgan, olishgan deydigan mushundaq siyosiy, diniy har qanday bir xizmatlarimizda kishilar bizni maqtisi qiladigan, maqtimiz qilmaydigan, Allohning oldidagi mangulik jannatga erishadigan mangu ajrni nazarimizdan tushirib qo'ydigan mushundaq yaman xo'ydin mush ixlosmanlik bizni o'zgartirdi qardoshimiz. Shuning uchun ixlosmanlik hamma ishda lozim. Bo'libmi
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüvenlik hadiste muş ihlasmanlikninki umumi işlerde lazım ekanligini bayon qilib bizga birinchisi ilmiy ishda, ikkinchisi siyosiy ishda, uchinchisi iqtisodiy ishda ixlosmandlik bo'lishning alohida muhimligini bayon qildi. Yuqorida ibodatda, duoda ixlosmand bo'lishni bayon qilib o'tildi. Bu yerda har qandaq jamiyat a'zolarining jamiyat shu a'zolar bilan yaxshi bo'ladigan, taraqqiy qiladigan mushundaq a'zolarning ixlosmand bo'lishini alohida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushadis bilan bizga buyurdi qilishimiz. Chunki bu ixlosmandlik tuvandagi 3 shaxs bilan maydonga kirdi. Tuvandagi 3 shaxs bilan jamiyat go'zallab qurilib chiqdi. Masalan, bir jamiyatda siyosiy yo'lda yaxshi bo'lsa, ustoz ulmolar yaxshi bo'lsa, qorilar yaxshi bo'lsa, ixtisosshunoslar yaxshi bo'lsa, u jamiyat go'zal davlat, go'zal jamiyat, go'zal bir erkin davlat bo'lib qurilib chiqdi. Shunga hozir xalqaro davlat bo'layotgan barliq jamiyatlarda asosiy 3 kuch asosiy omil. Birinchisi texnika, harbiy kuch, ikkinchisi siyosiy kuch, uchinchisi mushu maydondagi ta'lim, tarbiya, iqtisod, mushu kuch mushu davlatni davlat qilib turadiganligimiz. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bu hadisda Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bo'lgan vaqtida bandalarga hamma ummatni to'g'izib qo'yib turib sot ochadi. Qarashimiz ma'suz anglaydi. Hamma ummatni naq maydonda turg'izib qo'yib turib sot ochadi. Bu kunda fa awwalu man yad'u bihi, bu kunda chaqiradigan odamning birinchisi Qur'onni yadilib, Qur'onni bilgan qori ham olim yoki qori. Urush qiladigan bir odam. Birinchi Qur'onni biladigan odam deganning ma'nosi, ya'ni ilm ahli, qori. Har qanday bir jamiyatdagi hozirgi zamonda Allohning so'zini biladigan, ilm fanni biladigan, shunda ilm bor kishi endi. O ilmi bilan Allah uchun xizmat qildimi yoki qiyomat uchun xizmat qildimi, o'zining dini, millatini Allah rizoligi uchun qutuldirish uchun xizmat qildimi, qilmadimi, buning uchun so'roq qiladi. Yana birisi siyosiy odam. Allah yo'lida qildimi o siyosiy harakatini, jihodiy harakatini, ko'rishini, tashkilotini, harakatlarini, tashviqotlarini, her türlü media, her türlü siyasi harakat, her bir faaliyetini, namoyishini, her birini Allah uchun qildimi, qilmadimi? O işi vücutga chiqib, natija bersa mangadigan, vücutga chiqib natija bermasa, biz vaqtga erishamigidaymiz, natijaga erishamigidaymiz deb qarab qildigan ishni tashlaydigan emas. Shu ishni Allah uchun qildimi, qilmadimi? Yeni bir adam mili ko'p, ya'ni azmanda iqtisodi va fan taraqqiyot kuchi va fanni bilimlari va ama shundaq qori odamga mansablash pulni qilib berdim, sen buni undan so'raydi. O men buni kecha kunduz atrofida o'qidim, ilmli adam, men buni o'rgandim, sening rizoliqing uchun qildim ey Alloh deb meni ashadima qap-qora yolg'onni so'radi ki qalbi qilgan bir degan o'zining ishining Alloh uchun bo'lganligini biladi. Yani bu ilm, bu qoni kishilarni rasulkun, ya'ni qori ekan, olim ekan yoki bir ilm fan egisi bak no'shi bakta tiqqoch ekan bu deb buni o'rganding, buni o'rgatding boshqalarga. Sen mushing bilan Alloh rizoliqini deb millating, dining uchun, Alloh rizoligi uchun bir xizmat qilmading deb qiyomat kunisi uni bu do'zax soladi. Ikkinchi bir odam Alloh subhanahu va taolo buningga Alloh yo'lida siyosiy ish qilishni, uning jumlasidan Allah yo'lida qildigan siyosiy ishning jumlasidan mayli siyosiy parlament, siyosiy tashkilot, siyosiy jihodiy harakat, siyosiy harbiy harakat, siyosiy ta'lim tarbiya, siyosiy tashviqot, har qanday bir xizmat bo'lsin, mushunda bir xizmat qilishni uningga bergan, ammo bu qilgan shu xizmatida Allah uchun qilmay, kishilarni bu qahramonkan deganlik uchun qilganlik uchun buni Allah subhanahu va taolo do'zaxga tashlaydi. Chunki buningdan Allah so'raydi. So'ragan vaqtida bu deydiki, men yana ashada qap-qora yolg'onni aytib, Allah uchun qildim deb yolg'on gap qiladi. Allah sen
kishilarni maqtsin, qahramonkan deb disun deb qilding deydi. Üçüncü bir şəxs Allah onunğa hazır zamanda pen taraqqiyat gücü bilan şirket bergen, ticaret organlarını bergen, her türlü iqtisad mənbələrini bergen, zavod karxanalarını bergen. Lekin o şu nərsləri arqılıq çıkım qılğan, amma qılğan çıkımı da Allah bunundan söyledi. Sen mən sana bergen çıkım arqılıq nima qıldın dese, Allah üçün sen bana bergen çıkım arqılıq uruz qançılıqni uğradım, sadıq qıldım, yani zekat verdim, yaxşılıq qıldım, xeyir ihsan qıldım deydi. Allah Subhanahu wa Taala dedi ki, sen mən bergen bu iqtisad arqılıq Allah rızalığını gözləb Allah üçün iş qılmadı deb bu adamnı Allah Subhanahu wa Taala dözək sırrı qardaşımız. Şuna ixlas Allah Subhanahu wa Taala alda əməlimizin məqbul buluşuğa nəhayət mühim orun turdu. Şuna hər birisi biz ixlasmənlik bilan əməl qilishqa əhmiyyət berəyli. Həm axirdə anlaydigan bir əməliyyat ixlasmənlikdə bizning halifələrimizdən Əbu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Mekke'de Bilal radiyallahu anhu'ni Ümeyyet ibn Halab qattiq piygirim qiziq bo'lgan haqida qumliqda yatqizib mayliski toshni tinib Allohga ishonishdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga payg'ambar deb ishonishdan tavhid aqidasini yenishqa yon deb qattiq qiynidi. Bilal radiyallahu anhu ahad Allah bir yani Allah yalğız deb etiqad qildigan maydonimdan yanmayma degan mush etiqadni ching tutdi. Demak bu nimani uqtirdi desa, Sharq Turkiston musulmonlari chet elda bo'lsin, mayli vatanda bo'lsin, har birsimiz shundoq bir etiqadni kelgusi va hozir o'zimiz va jamiyatimizda avvalan shuna turg'izishimiz kerakki, Allohga bo'lgan samimiy etiqodimiz bilan Xitoy tajovuzchi kommunistlarning bizni qirayotgan bu zo'ravonligidan qat'iy biz qanchalik zulm, qanchalik jafo ko'rsakmi, etiqodimizdan Allohga sevgi bo'lishdan, kafir zolimlik qul bo'lmaydigan tavhid etiqodidan o'zimizning iymoniy va e'tiqodiy erkinligimizni ching turishdan iborat mush haqiqatda Bilal radhiyallohu anhudek qurbonlik berishdan yanmaydigan musulmon bo'lishimiz kerak. Mana shundaq bo'lgan vaqtimizda Alloh Bilal radhiyallohu qutqizgandek, Makkadagi musulmonlarni qutqizgandek, biznimi Allah Subhanahu wa Taala Xitoy tajovuz zolimlarini qutqizdi. Ham turayotgan shu yurtimizni va shu bizningki vatanimizni Allah erkin bo'lgan bir islom, erkin bo'lgan bir jamiyatga aylantirib turdi, bu davlatga aylantirib turdi. Bunun amaliy misali mana Bilal radhiyallohu mushundaq qiynidi. Bu yerdan payg'ambar alayhisalom o'tib Bilal radhiyallohuning qiynalgan ahvolini ko'rdi. Payg'ambar alayhisalom qutqizishga amal bo'lmag'achqa qaytib ketdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda Bilal radhiyallohu azoblanatdi. Buni qanday qilamiz dedi. Ya'ni Abu Bakr Bilal radhiyallohu bu gapidan tushandiki, Bilalni biz qutqazsak qutgan dedi. Uydan oltinni chiqib Bilal radhiyallohu'ni qutqizish uchun Umayyad ibn Halabning qashiga berib, Umayyad ibn Halabdan Bilal radhiyallohu'ni sotib oldi. Demak, qarindoshlarimiz Bilal radhiyallohu bu xafalıqdan mustahkam turibdi, qutuldi. Shu Bilal radhiyallohu turayotgan shu Makka ma'ani ko'ratimiz, islomiy jamiyat dunyoga aylandi, erkin bo'lgan islom davlatiga aylandi. Demak, qarindoshlarimiz har qandaq bir haq ko'rishi, har qandaq bir haq maydoni uchun haq egalari jon berib ching turdi ekan, qat'iy haq qarshi turganlar qanchalik zo'ravonlik, qanchalik kuchli bo'lib ketsin, Allohning yeni turganlar bilan, Allohning yordami bilan haq turganlar ular ustidan g'alaba qozondi qarindoshlarimiz. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu pul berib Bilal radhiyallohu sotib olgandan keyin Bilal radhiyallohuni sotib olgan mushu ish qarta Quraysh kafirlari, Makka kafirlari, Makka mushriklari Bilal radhiyallohu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu qilgan Bilalning bir yaxshiligi bo'lganlikdan shunga sotib olgan deb bo'xton qildi. Shu vaqtda Allah Subhanahu wa Taala Qur'oni Karimda alohida oyat tushirib shunday deyki, astag'firullah allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. O Abu Bakr birini o'zining qalbini paklash uchun berdi. Abu Bakrning qishida radhiyallohu anhu hech kim Abu Bakrga qilib qo'ygan bir yaxshilik yo'q. Faqat Abu Bakr oliy bo'lgan Parvardigorning rizoligini izlab qildi. Abu Bakr Allah qiyomat kunisi rozi qildi. Abu Bakr qiyomat kunisi Allah rozi bo'lgan ne'matlar
savobga erishib Abu Bakr rozi bo'ldi deb Leyla surasininki 18-oyatidan 21-oyatgacha bo'lgan araliqda Alloh subhanahu va taolo Abu Bakr to'g'riliq oyat tushirdi. Demak, Abu Bakrning mana shu ixlosmanligi, Bilal Rizonining Alloh bir deb ching turgan ixlosmanligi, Abu Bakr Siddiq Rizonining Bilal Rizoni qutqizishning qanday ixlosmanligi, Payg'ambar alayhisolamning o'z xalqi, o'z ummatiga egolab, uni qanday qutqizish yo'lida qo'ldan kelmasa qo'ldan keldiganlarni izlab qanday qutqizish yo'lida qilgan ixlosmanligi mana shunday yaxshi natijalarni siyosiy jihatda dushmanni qutulgan natijani keltirdi. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo Allohga ixlosman qul bo'lishga ching turg'un nisb qilsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo hammamizni ixlosman bo'lishga buyurdi. Ham ixlosman bo'lish dunyodami, oxiratdami hammamizga Alloh subhanahu va taoloning baxtini keltirdi. Ham ixlosman bo'lish bizni do'zaxdan qutqizib jannatga kirgizdi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda illadina tabu va aslahu, lekin tövbe qilgan va yaxshi amal qilgan va Allohga asilgan ve özünün dinini Allah'a halis kılgan kişiler fa ulaike ma'al mu'minin ana aşila mu'minlar bilen birdi Allah mu'minlarga kat ecri bolgan cennetni birdi dep Sure Nisa'nın 146. ayetinde bizni Allah subhanahu ve taala muş ihlasmanlik bilen Allah halis bolsak ahirette do'zaxdan qutqizganlıqqa bu alohida kepil bo'lganligidan mush oyatni alohida tushirdik qarashimiz. Demak, bu ixlosmanlik xulosa gap bizning e'tiqodimizda, ibodatimizda, siyosiy harakatimizda, go'zal muomalarimizda bir odamga yaxshilik qilibmiz yoki bir odamning qilgan yomonligidan afi qo'yibmiz. Qanday bir go'zal axloqimizda ixlosman bo'lish, shirk va riyo va nifoqdan saqlanish, har qanday oshkor yoshirin kirlardan saqlanish, hammasi ishdan saqlanib turib ixlosman bo'lish bizni bu dunyoda Allohning hurmatiga, azimizning ko'plab birlishiga, Allah bizga g'alaba, nusrat berishiga sabab bo'lsa, oxiratda do'zaxdan qutulib jannatga kirishimiz sabab bo'ladi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda illa ibadaka minhumul muxlasin, lekin sening ixlosman bandalaring ular Allohning rahmatiga erishadi. Ya'ni ixlosman bandalarini hattoki shayton mazur olmaydi. Shunga umrni hattab mangan ko'chidan shayton manganmaydi. Shunga inson jinning shaytonlari ustidan g'alaba qozonaman desak, ixlosman bo'lsak, Xitoy tajovuz komissadagi zolimlarmi biz ustimizdan g'olib kelolmaydi. Shahvat shaytonlari, nafs shaytonlari, jin shaytonlarmi bizning ustimizdan g'olib kelolmaydi. Shunga ixlosmanlikning yuqori bo'lganlikdan Qur'oni Karimda Qul huvallohu ahad surasining iborat Ixlos surasi degan Muhammad alayhisolatu vasallam Allah birdir. Allah hammadan bihojatdir, hamma Allohga muhtojdir. Allah oti bo'lmadi, Allah tug'ilmadi. Allah subhanahu va taolaning ayoli ballari yo'q. Allah subhanahu va taolaga hech qanday bir kafir ya hech qanday bir but ya hech qanday bir narsa, hech qanday bir tangdish bo'lolmadi deb Allah subhanahu va taolo Qul huvallohu ahad surasini aytadi. Shu Qul huvallohu ahad surasini Ixlos surasi deb atardi. Hammamizni Allah subhanahu va taolo e'tiqodimiz, ibodatimiz, amalimizda Allohga ixlosman qul bo'lib, mushu ixlosmanlik bilan bu dunyodami, oxiratdami Allah'ın rahmetiga erishadigan mu'minlardan bo'lib qilsin. Ham ixlosmanlik bilan mush Ramazonda o'zimizni tarbiyalab, jamiyatimizni tarbiyalab, xalqimizni tarbiyalab, mush ixlosmanlik bilan mush tutgan Ramazon orqali o'zimizni haqiqiy ixlosman qul bo'lishga Alloh muyassar qilsin. Va salli ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.